To'g'ri aytasiz, tuman juda qalin. Oldimizdagi mashinaga qarab, oraliqni saqlab, sekinroq harakatlanishimiz kerak. Ehtiyot bo'ling. Tuman sharoitida quvib o'tish juda xavfli. O'zbekiston yo'l harakati qoidalariga ko'ra, ko'rinish 300 metrdan kam bo'lganda tuman, yomg'ir, qor tufayli quvib o'tish man etilishi mumkin. Oldingizdagi avtomobilning orqa chiroqlariga qarab, oraliqni saqlagan holda sekinroq harakatlanish tavsiya qilinadi. Xavfsizlik birinchi navbatda. To'g'ri aytasiz, orqasidan harakatlanamiz. Tuman juda qalinligini hisobga olib, oraliqni saqlab va tezlikni pasaytirmang. Xavfsizlik birinchi navbatda. Qalin tumanda ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Mana oldinda ketayotgan mashina ham juda sekin harakatlanyapti. Oradagi masofani saqlab, tezlikni pasaytirishni tavsiya qilaman. Avariya rejimini yoqish bu vaziyatda to'g'ri, lekin bu sizga to'liq xavfsizlikni ta'minlamaydi. O'rtada ketayotganda oldingi avtomobil bilan oraliqni saqlang va tezlikni pasaytiring. Yon atrofdagi chiziqlarga va yo'l belgilariga e'tiborli bo'ling. Ha, oldindagi Damas'ning avariya chirog'i o'chdi. Shunga qaramay tuman hali ham qalin. Shuning uchun ehtiyotkorlikni davom ettiring. Ha, shunday ko'rinyapti. Oldindagi avtomobil ham ancha sekinladi. Tuman sharoitida har bir haydovchi juda ehtiyot bo'lishi shart.